Andijon jahon bozorida optim mebellar sotiladigan joy yetgan hurmatli obunachilar. Ushbu ko'rib turgan oshxona mebellarini vodiy bo'ylab dastavka, ustanovka, o'rnatib xizmatlar mutlaqo bepul bo'ladi do'stlar. Xohlasangiz do'stlar uylarga zakaz holatda, xohlasangiz do'stlar tayyor mebellar ham bor do'stlar bu yerda. Hozir bularda materiallar qanaqa bo'ladi, necha kunda yasab berishadi, qayergacha olib borish surunklarga berishadi, to'liqroq ma'lumotlarni Husnudin akamiz bilan birga berib o'tkazamiz do'stlar. Xohlasangiz hay'at fasonda, xohlasangiz boshqacharoq fasonda любой turdagi oshxona mebellar yasab berishaveradi do'stlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Abdumajid aka, salomatmisiz aka? Keldinglar. Rahmat aka, Abdushur aka, charchamasizmi? Juda chiroyli holatda bitibdi aka oshxona mebellar aka. Vodiy bo'ylab aka dastavka, ustanovkalar mutlaqo bepul bo'ladi aka. Bepul bo'ladi aka. Buyurtma asosida qilsa, dastavkasi, ustanovkasi ichida bo'ladi. Ichida bo'ladi. Yetkazib berish ichida bo'ladi. Xohlasa hay'at fasonda, xohlasa neklasik fasonda, xohlagan fasonda hay'at fasonimiz bu. Bunisi ruchkali fasonda bo'lgan aka. Antresor 3 etajli. Razmeriga keladigan bo'lsa, razmeri 4,5 metrga, bo'yi 260 sm bo'lgan aka. 4,5 metr 260. 4,5 ga 260 bo'lgan. Xo'p, mebelimizga qaraganda chap tomoniga propan balon ustanovka qiladi. Gaz balon qo'yadi, tepasiga teshirka polka bo'lgan. Juda ham. Bu tomonga mo'yka, smesitel, tepasida shushulkalarimiz har doimgidek, mexanizmlari vakuum sharniy bo'ladi. Qo'li qismida ham bo'ladi. Qo'li qismida ham bo'ladi. Bu zakaz yasalaydigan mebellar aka bular. Xo'p, bulardagi zakaz yasalaydigan bo'lsa, bular bonus bo'ladimi aka? Imini shunaqa bo'ladi. Mo'yka, smesitel shushulkasi ichida. Parametrning ichida bo'ladi. Mashq ko'rib turganlar bo'ladimi aka? Xuddi shunaqa yo boshqacharoq bo'ladimi? Taxtagacha ham mana shu mo'ykaning ichidan komplet chiqadigan taxtagachamiz. Do'stlar qaranglar, smesitel xuddi mana shunaqa zamonaviydan qo'yiladi. U do'stlar qaranglar, bittadan like bosib qo'yinglar, mana shu smesitellar uchun o'zlaringiz fikrlaringizni mo'ykaning yoniga bitta рабочий stol qo'yganmizda, keyin gaz bilan vitichkani ustanovka qilib berganmiz. Lekin gaz bilan vitichka отдельный bo'ladi. Agarda olib kelib berdingiz, olib kelib ham beraverasiz aka. Vitichkamiz $50, gazimiz $100 aka, $150 ikki oz komplet. Xohlasangiz do'stlar buni kattaroq ponni kompleksini, ponni kattasini olib bersa, yo mayli mana shunaqa ixchamrog'i, bitta elektr ishlaydigan ponni elektronisi unaqasini olib kelib beraveradi aka. Olib beraveramiz, ustanovka qilib beraveramiz. Stolishnicasi rossiyskiy holatda bo'lgan aka, orqasi kafel bo'lgan. Vau, kafellar. Vitichkani ikki yoniga mana turetskiy profildan qo'yganmiz aka. Qaranglar do'stlar. Juda ham chiroyli holatda yasab berishdi. Eng asosiy do'stlar, hozirgi kunda trendda bo'layotgan aynili fasonda qilib bersalar aka. Hozir rosa ommalashib ketyapti aka. Juda ham chiroyli holatda qilib qo'yibdi. Kuydirilgan aynida bo'lgan. Bu tomonda finalimizga kattali mont xosxon. Idish tovoqlarni kattasini qo'ysa bo'laveradi aka. Bemalol ketaveradi. Bemalol ketaveradi. Bunisi 2 metrga tayyor bo'lgan. Bunisi bez ruchka high-tech fason bo'lgan aka. Bo'yi 260 bo'lgan buni ham. 260 bo'lgan. O. Ammo ixchamroq ekan aka bu. Bu ixchamroq bu. Joyim kichkina degan obunachilaringizga-da aka bu. Juda ham zo'r bo'lsa, tayyor holatda bu ham. Rangi ham, materiallari ham, Dubwatan rossiyskiy laminatda bo'lgan mebelimiz aka, stolishnicasi rossiyskiy, orqasi